Taranç kelin deb qiziq paranglarimni elib men yana kelib qoldim do'stlar. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranç kelin Yesterdan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Chaqqan aqlang saylani talada tamaq etimiz. Ximilarni ching'shug'ring obdan tamaq qilamiz deydi qiynanam. Obdan tamaq etishni hajab obdan bilamiz. Uyda tayyor gaz tursa, nemishqi talada etimiz. So'g'uq o'ssa bo'rakka ishtang'i siyib yurimiz deb qattiq ochiqlab saylan aqlab ketib. Ana olam qizlar bu saylan aqlab bo'lgandan keyin bizning qozon beshimiz bor bilasizlar. Talada etimiz tamoqlarni bir damning ichida. Shuni bilan bu talada qozon beshi bunda turib qolmaydi. 360 kun biz makelin pashalar tozlag'ashqa mashta pagiz turibdi. Shuni bilan biyalarni qattiqmish simdasmallar urib turib tozalab ketib barman. Menga o'xshash kundim qozon beshining o'pchir sujurdigan xonim qizlar sizlardan bir hol so'rayman. Qattiq qancha kilo samir ketdinglar ey? Men bo'lsam shu kuzda 62 kilo kelgandim. Mush qaysi kuni mush taroziq dekkida sakrabdimanki 64 kilo chiqibdiman. Voy anam, ma 3 oy ichida, ma hisob qishdan chiqqan 3 oy ichida bu qish mangil yarashdimi, yo sizlarga yarashdimi? Sizlarmi yozda xil o'riq o'g'aytinglar, ma qishdan chiqishi yeb yotaverib qancha kilo samadinglar bir yuz qo'yinglar. Men bir ko'nglimga tasalli tep bo'lay. Malla yo'g'nab ketib baramdim, samirib yo sizlarmi yo'g'nab ketib baramsizlar. Omash ichida uxlaydi, omash ichida qo'pidi deb eliq o'zbaq xotin debdikan. Rost shuningdek bo'ldik biz hozir ma qishning kuni. Tamoqni yeymiz, yotimiz, tamoqni yeymiz, qo'pimiz. Sizlarmi mushunda ishtovimlashyapamdi ya? Navbatda piyozni men hashamatga ayvatib shu to'g'rab ketib barmanda. Piyoz chanaga vaqtimda eqib ketaman-ku men. Mush qizlar sirkayga suv qo'yib olsangiz bo'ladi degan tip bu sirkayga 10 sirkaya kirib suv qo'ysam baka turdi. To'xta ko'zimni ochib tiqilib baqaychi deb etishgan ko'zanga deb suvni ko'zimga quyib oldimda. Shundan qarsam xeyli etishmidi. Ashta qilib yurib bu piyozni cho'nab, to'g'rab tayyor qilyaptiman. Qiymalarni qilyaptiman. Shuning bilan bugungi tamoqimizga keltirilgan materiallar bo'lsa, qiyma ayrim, ma'u qo'riydigan narsalar ayrim ekanda. Oy, qiynana manda sut pishamaydi bugun oppoqli pishib qatdi bu sut. Sop seriq pishiradi asli. Bu endi sut janoblarini shu talada pishirayotgan bo'lgandan keyin yerim kelganda o't tugab ketib qolgan o'xshaydi. Bugun shu aqaraq pishib qolgan o'xshaydi. Qazonlarni yuvib tayyor qilib turing bolam, hozir chiqaman men dedi. Hamma qila qiynana deb mush qazonlarni esib, yuvib tayyor qilib ilib etgan qazonlarni yana bir qitim choy qaymizda. Voy choy qilmaydigan bo'lsam, bu mumkin emas, tamoq etmaydi. Cho'ginga issiq suvni chiqib o'zi yuydi apam. Shuni men tayyor qilib yuvib, meyada quritib tayyor qilib berdim. Shuni apam chiqib qo'rishni boshlab ketdi-da. Navbatda hozir texnik chiqmoqchi o'g'lim bizning taranch qiynanama. Unda ostidan zanjirakni beramiz, pinglunlarni qilamiz. Ancha-muncha qo'shish belgisini qo'shib olamiz da do'stlar. Onda qilmanglar. Oyab ketdinglar ey bir tal yuraklaringlarni deyman. Menda ko'tildaydigan, vatildaydigan, sizlarni kuldiradigan menda parangchi do'stinglarning ko'paygini sizlarga bir ziyonli ish emas, foydali ish deyman jinim qizlar. Taranchilardagi do'stonilikni, taranchilardagi oqko'ngillikni, taranchilardagi illiqlikni sizlarga yetkazib do'stlar. Shunchalikmi bir yaqin do'stlardan bo'lib ketimizki do'stlar. Mung'shu parangchi pinglun rayonlarini o't chiqarib bitimiz emasmi qizlar? Shu meni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz, yaxshi ko'rimiz. Men sizni deb xat yozib qo'yishni unutib qolmanglar jumo. Endi bugun nima etadiganimizni bilib qoldinglar deyman. Bugun aytganimiz cho'chura, og'zingning ichida yugura, o'tirib yeb, o'rtirib chaynab, yugurib turgan tamoqda bu. Nemish qadamsizlar shu qiziq bo'lgandan keyin og'zimizga shundal og'ini bilamiz. U yoqdan bu yoqqa necha soat bu domlab yugurib yurdi og'zning ichida. Shuni ular orantasi konaydan o'tkazamiz, qizli ungashni ko'ydiramiz, hojatxonaga tez berib, oqsatdan chiqaramiz deb qizlar bu tamoqni yeb bo'g'icha do'stlar ichinglarni oydaydi bilasizlar-ku, qavziyatlarga ajoyib foyda qiladigan tamoq bu. O'gininglardek go'sht bilan piyozni qiyma qilib ayrim qilib olib qo'yamiz. Anondan keyin ustixonlaringlarni, go'shtlaringlarni silib, ash qizartirgan laziringlarni silib, piyoz bilan qo'rib olasizlar do'stlarni. G'olji padisda ushaq qalaymaqan qo'shmaymiz. Bir tal chamg'ur bo'lsa yetarli do'stlar. Qiymamizning rangi chiroyli chiqsin deb bolalar azroq obdaroq bir ishchi olsin deb qo'na qo'shib qo'ydim. Azroq qo'shib qo'ysak bolalar obdal ishchi oladi degan emasmi? Aloqaga qiziqib bo'lsin. Bunday qilib avval qiymani qaynatib, anondan keyin suyini quyib etib, u suv uzoq qaynaydi, uning ustixonlari pishib uzoq qaynagicha miyada ximerni yoydigan ishvada. Men bicharish umrimda mushu dugulakni faqat qilolmayman. Qanday qilsizlar jinim qizlar? Nima degan bo'lmagan ish bu saviya yetmay yan o'tadimda qapaq-mapaqni turiblar. Shuning bilan qiynanam keldi cho'ng yordamga. Zogol damdiq ma'ni bu zogolni hayotimda bir to'g'ri qilib baqqan adam emasda men osti chaplashmaydi qaranglar men qilsam. Shuni bilan terkib ketaman-da, ana osti chaplashmagandikilar bu ximir kvadrat holatda yeyildi-da, ondan qiynandan tilanglaydigan ish chiqdi. Shunlashqa manda yakaga vaqtda chiroyli qiynana qopilmasdan meni yeb bersangiz deyman. Shuni men qilolmaydigan ish bo'lgandan keyin bu opam sahnaga chiqiblam, oshlarni o'zi bir taraf qilib yeyib etdi-da miyalada. Ammo osh yeydiganga maqtig'ini men payzi vajima qiynanam. Maqtab chatib o'tmanda manda yada shuni bilan opam bo'ldi, men ishni bermaydi. O'zili qilib etdi. Shuni bilan men bu qilolmaydigan qiyinchilik ishdan qutulib olman. Rostimizni mana qaranglar, nima degan chiroyli yoygan, ajoyib chiroyli yeb ximirni. Kasgan holda qarsanglar, aqlinglar hayron qoldi. Chi silib otamdi, apingiz deb qolsizlar. Mush gaz bilan metr silib o'lchiganda qilib kesidi juma cho'chorga bakpayz ba. Masalan biz me'morlarga urug' tuqqanlarni o'ydirib berib qolsaqchi,
opamni maxsus osh yoydiganga, kesidiganga qo'yib o'tdi-da. Hada sen mushta qilib deb. Shuni bilan opam qilib turdi. Pek chiroyli kesidi qaranglar, ko'dinglarmi qizlar? Shuni bilan qiynonam buni kesib tashlab berdi. Men bo'lsam tugay deb o'tirib meda. Tugishni boshlab ketishning oldida men qizlar. Endi bu xemini tugich ozroq g'aybat qilishmasak bo'lmaydi, jinim qizlar. Shunday qilib qizlar birdamning ichida bizning tomoqlarimiz pishib bo'libdi. Bir kun kechki ishlab patat deb tomoqni etib oldimizga akirib 5 minutning ichida yeb bo'lib qozon qimish man qopdi degandek qozon qimishlarni besuqtirib etib anandikin sizlarga ovoz berib o'tiribdim do'stlar. Barliq meni qo'llayotgan, meni yaxshi ko'rayotgan do'stlarimizga rahmat. Vlogimni shunda oxirlashdi. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh, meni qo'shilishni unutib qolmanglar.